Shodmonqul Salom bilan suhbat uyushtirganmiz. Biz bilan suhbatga rozi bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Qiyinligini bilganimda boshida rozi bo'lmasdim o'zi. Bir paytlar kimyogarman degan ekansiz. Kollejda dars ham berganman kimyodan. Abdulla Oripov obraziga kirishingiz qiyin bo'lmadimi? Juda qiyin bo'ldi. Abdulla Oripov rolini o'ynash shuncha qiyin ekan, u Abdulla Oripov bo'lib yashashning o'zi qancha qiyinligini sal bo'lsa ham his qildim. Aslida mana shu she'rlarda hamma she'ri zaminida yotgan bitta narsa nima deb o'ylaysiz? Ezgulikka niyat bu. Yaxshilikka niyat.